Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi tabrik loyihamiz Beruniyov Navoiyat delga bo'lib turibdi. Ya'ni Sharab akamizning 61 yosh tug'ilgan kunlari bo'lib turibdi. Bizlarni farzandlari taklif etdi. Hozir farzandlarining sovg'alari bor ekan. Sharab akamizga topshirib, Sharab akamizni bir quvontirib, tug'ilgan kunlarini YouTube'ga chiroyli etib esdalik etib saqlab boramiz. Bizlarni kuzatib boring. Endi Sharab akamizning qizlari aqtiqlari bilan birgalikda sovg'alarni topshirib, bulardan ham tabrik so'zlarini eshitib boramiz. Marhamat. Aka, apa, təbrikləmən, tolğan günləriniz qutlu olsun. Xudayımızdan qızıqlarımızı görüb otururgaysizlər. Yine ata təbrikləmən, əldimizdə sağ yürüb yüzlərə kirgaysiz. Ata tolğan günləriniz qutlu olsun. Həmişə şüytüb sağ salamat əldimizdə sağ yürgaysiz. Apam bilan teng qardaşıb yüzlərə çıxqaysız. Təbrikləmən. Ata təbrikləmən. Yüzlərə çıxqaysız. Yürümem, mağrur kadam taşlap yürümem. Dünyada en tabarruk insan, dadasızını yaxşı göremem. Kalanların közlerim yapayı, yaningizga yugurayim çotayı. Keling bir bor bag'rimga bosayim, dadasızını yaxşı göremem. Qadringizni bilmaganim bor, aytganingiz qilmaganim bor. Kechirimlar so'rayman takror, dadasizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam, so'zlarida sehri bor dadam. Kamtargina xokisor odam, dadasizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam, ko'zlarida mehri bor dadam. Kamtar dadam, xokisor dadam, dadasizni yaxshi ko'raman. Dardinga o'ralgan dunyo, tashvishlardan yaralgan dunyo. Aytolmadim shu so'zni goho, dadasizni yaxshi ko'raman. Har kim sizni o'ylasam hamki, mehringizga to'ymasam hamki, shunda quchib qo'ymasam hamki, dadasizni yaxshi ko'raman. Quchog'ingiz bunchalaram keng, jon bolama jonim bolam deng. So'zlaringiz tillolarga teng, dadasizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam, so'zlarida sehri bor dadam. Kamtargina xokisor odam, dadasizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam, ko'zlarida mehri bor dadam. Kamtar dadam, xokisor dadam, dadasizni yaxshi ko'raman. Endi Sharab akamizning qo'ng'ish obalar hamda yaqinlarining tabrik so'zlarini eshitib boramiz. Marhamat. Hürmetli ağaylar, neler bu Şarap Hoca'nın tolgan günü ömür uzak buğaya ve ballardan, kızlardan, aktıklarının elinde soğuğalı orgay. Yüzüge çıkkallarını da ki oturmak nasip ediyor ve sizlerden hemen şuraya katnaşa oturkallardan hem ömür uzak buğay. Hemen şu tolgan günlerine ki oturmak nasip ediyor. Şunu alamız. Baca tebrikliyimiz tuğlan gününe yüzge çıkıyor. Kadağın bir günü mezmülli yaşa. Aktıklarının hayatını görüyor. Şarabaka tebrikliyimiz 100 yaşlarga kiraverin, Xudoyim. Qo'sha qarin, qo'shira yapam bilan. Rahmet.
Şarap aka təbrikləyimiz. Tuğan günlər qutlu olsun. Xoşrayıb bilan teң qardaşıb bağlan qızığını görüb bir. Sizlər yigitlərə də omad dövrəniz kengayversin. Hammangizning tilaklaringiz ijobat bo'lsin. Sharaf aka, tug'ilgan kunlaringiz qutlu bo'lsin. 100 yoshlarga kiring. Moskvadagi bag'alaringizning atidan ham tabriklab qolamiz. Ularning ham ishlarining rivojini beraversin. Endi Xo'shray opamizning qo'ng'ish obalari hamda opa-singillar barcha yaqinlarining tabrik so'zlarini ham eshitib boramiz. Marhamat. Mana bugun Sharap qo'ng'ishimning tug'ilgan kunida o'tirgan ekanman. Shu Sharapga uzoq umr tilayman. Xudoyim Alloh bergan yoshda yashag'ay. Xo'shray bilan teng qo'shaq qurtag'aysizlar. Balalardan, qizlardan qizig'ini ko'rib, rahat parag'atda yashag'aysizlar. Biringiz mama bo'lib, biringiz buva bo'lib, bir pir badavlat oila bo'lib yashag'aysizlar. Baxtli bo'ling. Xo'shray opa, Sharaf akang tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Uzoq umr ko'rsin. Mana balalaringizning oldinda uzoq umr ko'rib, shu baxtli semya bo'lib, Xudoyim shu nima deyman, ne orzularingiz bo'lsa erishavering. Hamma vaqt shu yuzingizda tabassum bo'lsin, labingizda kulgi ayrilmasin. Xo'shray opa, Sharaf aka, tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Xudoyning bergan yoshini yashab, balalarning oldida sog' bo'lgaysizlar. Xudoyim hamisha og'rimag'aysizlar, hech qachon kasal bo'lmay yurgaysizlar. Xudoyim biringiz buva bo'lib, Xudoyim qartayib, xastalarni do'qqildatib yuraveringlar. Sog' salomat hamisha. Sanjar bilan Sardaram omon sog' kelgay, kisalari pullarga to'lib. Xudoyim uyingizga hamisha to'ylarga kelik, yaxshi kunlarga kelik. Xudoyim sog' salomat bo'linglar, ikkingiz baxtli hayot kechiringlar. Xudoyim. Sharaf aka, tug'ilgan kun bilan tabriklayman. Xo'shray opam bilan teng qartayishib, 100 yoshlarga chiqib, aqtiq sog'liqlarning qizig'ini ko'rib birgaysizlar. Biringiz xoja ona, biringiz xoja ota bo'lgaysizlar. Xudoyim bag'alaring ham omon sog' ishlab kelib, mashinalarda minib, Xudoyim bir beshik to'ylarga kelib o'tirik. Yana bir bor tabriklayman. Sharaf aka, Xo'shray opa, tug'ilgan kunlar qutlu bo'lsin. 100 yoshlarga chiqing, teng qartayishing. Sanjar bilan Sardaram omon sog' kelsin. Budan ham zo'r mashinalarda minib biringlar. Sog' salomatchilikda, birgalikda yuravergaymiz. Mana Xo'shray opa bugun shunday yaxshi kunlarda o'tirib ekan. Sizlarga shu Sharaf akam bilan Xudoyim umrlaringiz uzoq bo'lsin. Tan joningiz sog' bo'lsin. Xudoyim indiga ham shu tug'ilgan kunlarda shunday yaxshi kunlarda o'tirib, dasturxonlaringizga to'kin sochinlik bersin. Xudoyim shu aqtiqlardan, tavliqlardan to'ylarini ko'rib umringiz uzoq bo'lsin, vaqtingiz xush bo'lsin. Tabriklayman tug'ilgan kunlaring bilan. Xo'shray opa, Sharaf akam tug'ilgan kunlari qutlu bo'lsin. Xudoyim teng qartayishib, birga sog' bo'lib yuravergaysiz. Eng yomon kunlarimiz shunday bo'lgay. Hamisha to'ylarga kelgaymiz Xudoyim. Apa aka, tug'ilgan kunlar bilan tabriklayman. Xudoyim bizlarga kirib baxtimizga sog' yuravergaysizlar. Apa, ata tabriklayman tug'ilgan kunlaringiz bilan. Xudoyim teng qartayishib birgaysizlar. Tug'ilgan kunlardan ko'p inshaalloh yuravergaysizlar Xudoyim. Bag'alaringiz, aqtiqlaringiz vaqtini sog' bo'lib tabriklayman. Apa, tabriklayman. Atam bilan teng qartashqaysiz, 100 yoshlarga chiqqaysiz. Balalaringizning ham nomidan tabriklayman. Sog' yurgaysiz endimizda. Hammangizning tilaklaringiz ijobat bo'lsin. Xo'shray momo tug'ilgan kunlar qutlu bo'lsin. Teng qartayishib, kulib o'ynab yuravergaysiz. Moskvadagi farzandlaringizning nomidan ham tabriklaymiz. Ilohim ular ham omon sog' oila davrasina kelib, kelasi yillar Xudo xolasa barchangiz bilan birgalikda tug'ilgan kunlarni o'tirib o'tirmoq nasib etgay hammamizga. Endi chiroyli etib bir davra o'yinlarini ham o'tirib boramiz.